Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, qandaysiz, salomatmisiz, omonat dunyoda omonmisiz? Sizga hozir yana bir eslatmoqchi bo'lgan narsam, O'zbekistondaligimda tez qilib o'zim ham yeb ola qolay deb qo'y yog'ini, dumba yog'ini xo'jayinim olib kelib berdilarda. Shuni mayda mayda qilib to'g'radimda, kechaga haligi onamni qozonida, ko'chada o'choqda oshdan oldin shuni birinchi maydalab turib, nima qaynog'ida qozon bo'shligida eritib turib, shoshilib shu tarelkaga quyib ola qoldim. Ichi chuqur tarelka sizlarga ko'rsatish maqsadida anaqa qilyapman shoshganimdan. O'zbekistondaligimda ancha-muncha narsani sizlarga tashlab olay qilgan narsalarimni deb. Bu hali siydik yo'llari shamollashga ham, grippga ham, hali sovqat yeb turganlarga ham hamma kasalga bu mani qo'y yog'i dori-ku, jizzasi bilan. Ajratib ham ulgurmadim, chunki yonimda idish yo'q edi, alohida jizzasini olgani. Shoshdim. Bu yoqdan kesalayin. Tagida olov yonyapti, qizib ketyapti. Shuning uchun shunga savola qoldimda, sopol tovog'imga, tarelkamga. Sizlarga уже shuni boshqaga fason qilib boshqa chiroyli tarelkaga olmadim. Borligimcha ko'rsatay. Odam bugun bor, ertaga yo'q. Borini ko'rsatib sizlarga eslatib, bir savobli ish qilgim kelib qoldi-da. Eslaringga solib qo'yay deb. Bu nima u yog'i, chavri yog'idan ko'ra dumba yog'i qonda tez eriydi, bilasizlar. O'zlaring ham bilsalaring ham bir aytib qo'yapman. Zarari yo'q demoqchiman. Shuni hali och qoringa, albatta qon nima qaynoq suv ichgandan keyin shuni anaqa qiylarda, yeylarda, ertalabki nahorga ham, kechqurungi yotishda ham yeylar. Mana gripplarga ham, hali shamollab sovqotib immuniteti pastlarga ham, hali tualetga ko'p qatnaydiganlarga ham, hammasiga shu ham dori ekan. Hali qoningizni qizdiradi-da, kasalni hali oldini oladi, shifo bo'lib kiradi demoqchiman. Shundan ham hozir qo'ydi shu dumba yog'ini ham shunaqa qilib o'zlaring ham yeb turinglar qishli sovuqli kunlarda deb, hali kasal bo'lmanglar deb sizlarga eslatib bir savobli ish qilib qo'yay dedim. Baraka topinglar, hech ham kasal bo'lmanglar, doktorga ishlaring tushmasin. Yosh bolalarga bersalaring ham bo'laveradi, o'zlaring ham tomoqdagi kasallarimizga, gaymaritga hammasiga dumba yog'i yaxshi. Xayrli kun bo'lsin, shifo bo'lib kirsin. Yoqimli ishtaha bo'lsin. Men nima aytganimdan keyin sizlar ham olib albatta qilib yeyglar demoqchiman. Komil shifo bo'lib kirsa hammamizga, hech ham kasal bo'lmaylik.